Londonda o'tgan konsert. Salomat bo'ling. Konsertimizni davom ettiramiz. Hozir e'tiboringizga fil rassom masalini taqdim etamiz. Uni muallif nomidan Mushkuvoy o'qiydi. Kechirasiz, shamollabman. Ko'p mehnat qildi-yu, xullas kalom, rassom fil tasvirni bitirdi tamom. Lekin ko'rgazmaga qo'ymasdan burun do'stlarin chaqirdi fikrin bilish uchun. Sho'rlik ko'nglida hadik ila inchunun. Ular diqqatidan rassom ko'p mamnun. Hozir qanday tanqid qilisharkin uni? Bo'lmasmikin qattiq, beshafqat hukm? Yo'qqa chiqarmikin? Maqtasharmikin? Zarshunoslar keldi. Rasm ochildi. Yaqin u uzoqdan hamma tikildi. Birinchi bo'lib gap boshladi timsoh. Manzara yomonmas, lekin Nil yo'q. Shunisi chatoq. Unda Nil bo'lishi shart emas, aziz do'stim. Lekin qorumuzni ko'rmayapman men. Bunga siz nima deysiz, qo'shni? Polizni esdan chiqaribdi rassom. Shunisi bo'pti, ko'p yomon. Mamnunman bu go'zal asardan, rassomning nafis ijodidan. Lekin to'ng'izlarcha nuqtai nazardan unda bizbob yong'oq ham bo'lishi lozim. Barcha takliflarni fil qildi hazm. Yana ishga tushdi, chapladi bo'yoq. Maqsadi do'stlarning ko'nglini topmoq. Tasvirladi ham qor, ham muz, ham Nilni, emandagi yong'og'u polis, hatto asalni. Har ehtimol bildi, mabodo ayiq ko'rgali kelganda topsin chun loyiq. Filning rasmi bo'ldi tayyor. Do'stlarini chorlar takror. Mehmonlar suratga tashlashib nazar pichirlashar. Voy dod, chalkash. 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 Chalkash.
Do'stim, sen bunaqa fil kabi bo'lma. Maslahat tingla-yu, aqlingdan qolma. Juda ko'p bachkana nuqtai nazar faqat keltiradi o'zingga zarar. Konsertimizni davom ettiramiz. Endi esa ikki dugona masalani tinglang. Aziz dugonaginam, uylaring muncha shinam. Dedi hasad bilan chiyillab sichqon kalamushnikida bo'lganda mehmon. Qayoqqa qaramay ko'zim qamashar. Jihozlaring uyingga biram yarashar. Qaraya, hammasi chet elniki. Jonginam, hamsoya, tabim nozik yo'lguday. Meni dedim, senga ma'lum-ku. Muncha narsani yoqtirmayman sira. Tanlab olaman jihozlarni. Chet elniki bo'lsa, jonlarim kirar. Mana u turk divanining lattasi. Mana u Eron gilamining parchasi. Mana u yengil parni silab ko'rpicha. Afrikadan to'ti yuborgan kecha. Bular-ku juda sas. Aytchi faqat tomog'ingdan o'tmas biz yegan ovqat. Nega o'rtoqjon, o'tganda qandoq? Hamma kabi yeyman saryog'u oq non. O'zimiznikini yerlarga urib, chetning lashlushini maqtovchilar bor. Hamma narsamizni yomonlab turib, nonimiz yeyishdan qilishmaydi or. Tanaffus. Sokin maydon.
Menimcha biroz kechikdim. U yerda futbol musobaqasi o'tayotganidan bexabar edim. Hisob qanaqa? 3-1? Ha, 3-1. Quyonlar foydasiga. To'g'ri-da, mashhur jamoa bo'lsa. Ayiqlar esa ilk marta maydonga chiqishdi. Yangi jamoa. Bu qanday yuz berdi? Paxmoq do'stlarimiz tinch joy izlab yurishgandi. Bu maydon ularning e'tiborini tortdi. Tasodifan panjalariga tushgan koptok beixtiyor ularni o'yin ishtirokchisiga aylantirdi. Ammo men ikkinchi taymga ulgurdim. Demak, hisob 3-1. Quyonlar oldinda. Mana o'yinchi paydo bo'ldi. U o'z zimmasiga musobaqaga hakamlik vazifasini oldi. Ana endi ayiqlar kamzulu galstuklarni yechib, maydonga sport kiyimlarida chiqib kelishyapti. Bu esa zaxiradagi tarkib. Tajribali o'yinchilar. Shunday qilib, 3-1 o'yinda quyonlar yetakchilik qilmoqda. O'yin boshlanishiga hamma narsa shay. To'pni birinchi tepish huquqi ayiqqa berildi. Xushtak. Ayiq to'pni zarb bilan tepadi. Hech narsani tushuna olmay qoldim. Quyonlar vaziyatni qo'lga oldilar. Mana ular raqib tomon yo'l oldilar. Zarb. Darvozabon ayiqcha to'pni tutib oldi. Boshlanishi yomon emas. U mashhur darvozabonlardan kimnidir eslatyapti. To'pni tepishdan oldin avval albatta qo'lga, ya'ni demoqchi edimki, panjasiga oladi. To'p quyonda. Iya, bu kam uchraydigan usul. To'p maydondan chiqib ketdi. To'p ovozi atrofda dam olayotganlarning e'tiborini tortdi. Hatto orkestrning ovozi ham tindi. Menimcha dirijor Tulkivoyni tomoshabinlar ichida ko'rdim. Yonida dirijorlik tayoqchasi ham bor, lekin o'yin avvalgidek shiddat bilan davom etmoqda. Quyonlar hujumga o'tdi. To'p zarb bilan darvozaga tepildi. Ammo darvozabon ayiqcha to'pni zo'r-bazo'r maydon chetiga chiqardi. Quyonvoy to'pni yaxshi uzatdi, ammo Maymoqvoy basavlat bo'yi bilan uni chetga itqitdi. Endi ayiqlar hujumga o'tdilar. Ular jarima maydoniga yaqin kelib qolishdi. Mana darvozaga ham bir qadam qoldi. Quyonlar himoyaga chog'lanishdi. Afsus, Maymoqvoyga bas kelish qiyin. To'pni tepish kerak. Gol! Gol! Hisob 3-2. Quyonlar foydasiga. Ayiqlar qarshi hujumga o'tishdi. Quyonlar esa o'yinni maydon markazidan boshlashadi. Faqat biroz chehrasi tundlashdi. Quyonlar hujum boshlashdi. Ular darvozaga yaqinlashdi. Yo'q, yana o'sha hol takrorlandi. Depish kerak. Yon osongina to'pni panjasi bilan ilib, ayiqvoyni aylanib o'tib, darvozaga to'p urdi. Darvozabon to'pni ayiqpolvonga oshirdi va u sakrab turib, raqib tomon intildi. Iya, bunaqa qilish yaramaydi. Buning uchun jarima to'pi belgilanadi-ku. Tomoshabinlarning noroziligini tushunish mumkin. Ammo Ko'rsichqon taniqli o'rmon hakami. Maydonda bu kabi tartibsizliklarga izn bermaydi. Hoy. U to'pni bu yerda qoldiryapti. Bu yaxshi odat emas. Jimjitlik. Xushtak. Jamoadosh to'pni ayiqvoyga oshirdi. Axir urish kerak. Zarba. Ammo Quyonvoyning tezkor harakati darvozani asraydi. O'yin birdan maydonning chap qanotiga o'tadi. Quyonlar shiddat bilan raqib darvozasi tomon harakatlanmoqdalar. Kimdir yiqildi. Hech qisi yo'q bo'lib turadi. Tuzalib ketadi. Yiqilgan kim bo'ldi? Iye, bu Quyonvoy-ku. Ana qarang, turib ketdi. Hozir to'p unda, og'riq unutiladi. Hujumkorlik hissi unga kuch berdi. Mana u raqibning himoya doirasidan ustalik bilan o'tdi. To'pni tepish kerak. Endi payi cho'zilgan panjani ehtiyotlashdan o'zga chora yo'q. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Quyonlar darvozasi oldida xavfli vaziyat yuzaga kelmoqda. Kim qaysi tomonga uryapti? To'p kimda? Hech narsani bilib bo'lmaydi. Bu yana nimasi bo'ldi? Kimdir to'pni old panjasi bilan tutib oldimi? Bu xato. Qoidaga xilof. Endi 11 metrli jarima belgilanadi. Bu esa to'p to'g'ri darvozaga tushadi degani. Mittigina darvozabon shunday bahaybat ayiqning zarbiga dosh bera olarmikan? To'p jarima maydonida turibdi. Jimjitlik. Xushtak. Zarba. Gol! Hakamning xushtagi musobaqa tugaganidan darak beradi. Shunday qilib, hisob durrang 3-3. Keng o'rmonni kezib, dam olish uchun tinchroq joy axtargan ayiqlar uni shu ajoyib o'yin maydonidan topishdi. Keyingi musobaqalarda yana ko'rishguncha, xayr do'stlarim.